Assalomu alaykum barchaga. Bugun Arya Info IT Akademiyasini darslarini obzor qilamiz. Hozir biz o'quvchilardan dars jarayonini so'rasak bo'ladimi? Mayli, bemalol. So'rang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Muhammad Ali. Bu kursga necha oydan beri qatnashasiz? Bir hafta bo'lyapti endi. Darslar qanday o'tilyapti? Zo'r? Shikoyatlaringiz yoki takliflaringiz bormi? Yo'q. Ismingiz nima? Timur. Bu kursga necha oydan beri qatnashasiz? Deyarli bir oy bo'lyapti. Darslar qanday o'tilyapti? Zo'r. Shikoyatingiz bormi? Yo'q. Xo'sh, biz hozir boshqa sinfga kiryapmiz. Demak, bu yerda qaysi darslar o'tilyapti? Ingliz tili darslari. Bolalardan fikrlar so'rasak bo'ladimi? Ha, mayli so'rang. Ismingiz nima? Rustam, Dars jarayoni qanday o'tyapti? yaxshi. Ismingiz nima? Berfayz. Necha oydan beri qatnashyapsiz? 2 oydan beri. Ismingiz nima? Sardorbek. Qaysi mavzuni o'tyapsiz? Oylarni Xo'sh, sizga darslar yoqyaptimi? yoqyapti. Xo'sh, rahmat. Sog' bo'linglar, o'qishlaringizga omad. Xo'sh, endi boshqa sinfga o'tyapmiz va ular nima qilishyapti shuni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Hozir qaysi dars o'tilyapti? Assalomu alaykum. Bizda dasturlash darslari o'tilyapti. O'quvchilardan dars jarayoni haqida so'rasak maylimi? Mayli. Rahmat. Ismingiz nima? Assalomu alaykum Shodiyona. Bu dars bilan necha vaqtdan beri shug'ullanyapsiz? Bir oy bo'ladi. Rahmat. Ismingiz nima? Assalomu alaykum Ruslan. Darslarda qiynalmayapsizmi? Yo'q. Xo'sh, rahmat. Ismingiz nima? Assalomu alaykum Diyorbek. Hozirda qaysi dasturlash tilini o'rganyapsiz? CCS dasturlashni o'rganyapman. Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Xo'sh, rahmat. Biz bugungi obzorimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Markazimizga bolalaringizni olib kelinglar.